Ikkinchi dars, ikkinchi qism. Ushbu videoda sizlar bilan Windows operatsion tizimida ishlash va unda kerakli bo'lgan tezkor tugmalar bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, avvalambor Windows tizimi bilan tanishadigan bo'lsak, demak, kompyuter ishga tushgandan so'ng bizlarda birinchi ochiladigan ekran bu рабочий stol hisoblanadi. Рабочий stolda bizlarga kerakli bo'lgan dasturlar, fayllar va papkalar joylashgan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda ekranda barcha dasturlar ham joylashmagan bo'ladi. Kerakli dasturlarni topishning eng oson usuli pastdan poyezdga bosish yoki shunchaki pust tugmasini bir marta bosgan holatda kerakli dasturni yozish. Misol uchun Word, Excel, Telegram yoki boshqacha. Bu dasturlarga kirishning eng tezkor yo'li hisoblanadi. Ekranimizda yo'qmi? Oson yo'li pust tugmasini, ya'ni Windowsni bir marta bosamiz va kerakli dasturni yozamiz. Hech narsaga tegmagan holatda to'g'ri klaviaturada yozish mumkin. Yoki pastdan poyezdga bosib, keyin yozsak ham bo'ladi. Xo'sh, demak, рабочий stolda papka, fayllar joylashgan. Ularning ichida eng keraklilardan birisi bu этот kompyuter. Этот kompyuterimizning fayl tizimi hisoblanadi. Eslatib o'taman, hozirda siz bilan Windows 11 tizimida darslar olib bormoqdamiz. Sizda Windows 10, Windows 7 bo'lishi mumkin. Dastur interfeysi biroz boshqacha bo'lishi mumkin, ammo bajariladigan amallar va tezkor tugmalar aynan bir xil bo'ladi. Demak, этот kompyuterga kirganimizda bizlarni ikkita disk chiqdi oldimizda. Demak, lokalniy disk C va lokalniy disk D. Lokalniy disk C kompyuterimizning eng asosiy xotiralaridan birisi bo'ladi. Buni ichida bizni dasturlarimiz va Windows operatsion tizimi joylashgan. Shuning uchun bu disk o'chib ketmasligi, format bo'lmasligi lozim. Agar bu o'chib ketsa, kompyuterimizda Windowsdan chiqib ketadi va kerakli bo'lgan dastur fayllar yo'qolib qolishi mumkin. Shuning uchun lokalniy disk ham bor. Lokalniy disk C odatda ko'pchilik holatda bu o'chib ketmaydi. Shaxsiy va kerakli bo'lgan fayllarni lokalniy disk D da saqlash tavsiya qilinadi. D diskda shaxsiy kerakli fayllar, operatsion tizim va dasturlar lokalniy disk C da. Xo'sh, keyin chap tarafda bizlarda tez-tez foydalanadigan papkalar joylashgan. Misol uchun рабочий stol, dokumenты, загрузки, изображения. Undan tashqari yana video va boshqa papkalar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, Documenti papkasi asosan Word va Excel fayllar, hujjatlar saqlanadi. Загрузки papkasida bu joyda internetdan va Telegramdan olgan fayllarimiz aynan shu joyda joylashadi. Telegram papkasi ham загрузкиning ichida bo'ladi. Keyingisi изображение. Bu joyida bilganimizdek rasmlar, skrinshotlar bo'lishi mumkin. Skrinshotlar Slimki ekrana papkasining ichida joylashgan bo'ladi. Va yana sizda bu ro'yxat kattaroq bo'lishi mumkin va ayrim kompyuterlarda shunday ozroq joylashishi mumkin. Keyin fayllar bilan ishlaganda yana bir muhim tushunchalar. Birinchidan, faylni joylashuv o'rni, ya'ni uni katalogi. Uni biz yuqori qismda ko'rishimiz mumkin. Bu joyga mishkani bir marta bossak, to'liq adres ochiladi. Xo'sh. To'liq adresi Windows 11 da bunday ko'rsatmay turibdi. Shu joydan ko'rib olsak ham bo'ladi, yaxshi. Demak, boshqa bir papkaga kiramiz. Kirishimiz mumkin. Demak, lokalniy disk C'ga kirilgan. Undan so'ng этот kompyuterning ichida загрузки ichida Telegram desktop papkasi bor. Biz hozir aynan shu papkada turibmiz. Yoki bo'lmasa istalgan papkani ustida mishkani o'ng tarafini bosib, xo'sh, дополнительные o'tib, свойствосini bosadigan bo'lsak, xuddi shu joyda ham to'liq manzil joylashgan. Расположение. Demak, lokalniy disk C users papkasi, users ichida Asus papkasi, Asus papkasi ichida downloads papkasi joylashgan ekan. Demak, biz hozir aynan shu joyda turibmiz. Bu faylimizning to'liq manzili. Shunday slash belgilari qo'yiladi. Bu odatda C yoki D bilan boshlanishi mumkin. Bu diskimizni bildiradi. Undan keyingilarning barchasi papkalari nomlari. Xo'p, keyin fayllar bilan ishlaganda yana bir muhim tushuncha fayllarni bizlar ko'rinishi, ya'ni vid.
Uni almashtirishlik uchun istalgan operatsion Windows tizimlarida ishlaydi. Mishkani o'ng tugmasini bosib, vid menyusidan o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun rasmlar bo'lsa, огромный значкада qo'ysak, aynan to'liq ko'rinib turadi. Ko'p fayllarni ro'yxati bo'lsa, vidni tablitsada qo'yadigan bo'lsak, fayllarimiz ro'yxat ko'rinishida chiqadi. Faylni nomi, sanasi, tipi, razmerlari ustunlar shaklida. Xuddi shu ko'rinishda o'zlarimizga qulay bo'lgan ko'rinishda o'tkazib olsak bo'ladi. Yana bir muhim narsa bu fayllarni joylashuvi, ularning sortirovkasi. Ko'p fayllar bor, o'zlarimizga keraklilarini tezroq topishlik uchun turli xil sortirovkadan foydalanamiz. Uni ham mishkani o'ng tugmasini bosib, sortirovka menyusidan fayllarning nomi bilan, sanasi bilan, tipi bilan va razmeri bilan o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, ularni sanasi bilan qo'ysak, shunda oxirgi ishlangan fayllar eng boshqa chiqib qoladi yana. Загрузка papkasida oxirgi yuklangan fayllarimizni tezroq topib bilamiz. Agar faylimizning nomini bilsak, sortirovkani imyasi bilan qo'yib, ular alifbo tartibida bo'ladi. Kerakli qismga o'tib, nomidan topsak bo'ladi. Yoki yanada osonroq yo'li, kompyuterga kirganimizda har doim o'ng tarafda poisk tugmasi bor. Aynan biz joylashgan papkadan qidiradi. Shu joyga bosib, faylimizni yozib, qidirib topsak ham bo'laveradi. Bu ham oson yo'li. Undan tashqari sortirovkani bu qismidan ham ishlatish mumkin. Imyasi, data izmeneniyasi, tipi va razmeri bo'yicha. Bular demak sortirovkalar. Sortirovkani data bilan qo'yaman. Xo'p, demak fayllar bo'yicha boshlang'ich tushunchalar shular. Keyin endi Windows operatsion tizimida kerakli bo'lgan tezkor tugmalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xo'sh, bizda shunday to'liq ro'yxat bor. Bu faylni Telegram guruhdan olishingiz mumkin. Fayl umumiy hajmi 5 stranitsa, 5 sahifadan iborat ekan. Bunda tezkor tugmalar joylashgan. Endi bu tezkor tugmalarni hammasini ham yoddan bilish shart emas. Uni ichida eng ko'p qo'llaniladigan zaruriylari va kam qo'llaniladiganlari bor. Asosan tezkor tugmalarni birinchi betinda joylashganlarini yodlash tavsiya qilinadi. Bu kompyuterda ko'p qo'llaniladi. Bugungi darsimizda hozir aynan shular bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, demak, boshda eng zaruriylardan boshlaymiz. Рабочий stola o'tgan holatda boshda yangi papka ochib olamiz. Mishkani o'ng tugmasini bosib, sozdать menyusidan papkani tanlaymiz. Keyin papkaning nomini o'zgartirmasdan shu papkaning ichiga kirib, ekranni kattalashtirib, yana bir papka ochib olamiz. Ham o'zgartirish shart emas. Demak, fayl ochib oldik. Faylni belgilash uchun uni mishkani bir marta bosish kerak. To'qroq ko'k rangda bo'ladi. Fayl belgilangandan so'ng uni nusxalashlik uchun Ctrl S tugmalari bosiladi. Ctrl S. Nusxalab oldi bir marta. Endi uni istalgan marta joylashtirishimiz mumkin. Necha marta Ctrl V ni bossak, shuncha kopiyasi joylashadi. Bir marta nusxalaymiz va istalgan marta uni kopiyalashimiz mumkin. Bir marta Ctrl S va yana Ctrl V lar. Bizlar shu yetarli. Demak, Ctrl S nusxalash, Ctrl V joylashtirish. Faylni bir marta kopiyalagandan so'ng istalgan bir papkaga o'tib Ctrl V ni bosish mumkin. Biz o'tgan papkaga qo'yib beradi. Orqa qaytamiz. Keyingisi Ctrl A. Ctrl A da papkada joylashgan fayllarning barchasini belgilaydi. Belgilangan fayllarni o'chirishlik uchun delete tugmasini bosamiz. Backspace emas, delete. Delete o'chirish. Xo'p, delete bilan o'chirilgan fayllarni qaytarish mumkin. Uning uchun Ctrl Z. Xo'sh. Demak, bizda fayllar Hop, nachundir Ctrl Zda qaytmay qoldi. Chiqtir muammo bo'ldi. Barchasini belgilab turib, восстановить qilib olamiz yana. Восстановить. Hop, yana новый papkaga kirib, barchasini belgilab Ctrl A.
delete. Delete'ni bosamiz. Qaytarish uchun Ctrl Z. Fayllarimiz hammasi qaytdi. Demak, Ctrl A da barchasi belgilanadi. Delete tugmasida ularni o'chiramiz va o'chgan fayllarni qaytarish uchun Ctrl Z ni bosamiz. Ctrl Z qaytarish. Undan tashqari yana Ctrl A bilan belgilab turib, Ctrl D tugmasi bilan ham o'chirish mumkin. Va yana Ctrl Z bilan qaytaramiz. Ctrl D, Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl A tugmalarini bosganda ikki tugmani aynan teng bosish shart emas. Avval Ctrlni bosib turib, yubormasdan keyin A ni bossam bo'laveradi. Aynan teng bosish shart emas. Ctrl D yoki delete tugmalarini bosib fayllar o'chirilganda, ular kompyuterni to'liq o'chmasdan ekranimizdagi korзина papkasidan tushgan bo'ladi. Korзина papkasidan fayllarni qayta tiklash mumkin. Fayllarni butunlay o'chirishlik uchun boshda Ctrl A hammasini belgilaymiz va Shift bilan delete tugmalarini bosamiz. Shift delete va D ni bosamiz. Endi ko'rishimiz mumkin, Ctrl Z ni bosganimizda fayllar qaytmaydi. Element не найден. Fayl topilmadi. Qarashimiz mumkin, korзинам pustoy. Oddiy delete ni o'zini o'chirsak, fayllar korзинаga tushadi. Shift delete ni o'chirsak, fayllar butunlay o'chib ketadi. Shuni farqini yodda qo'yishimiz lozim. Va davom qilamiz. Xo'sh, keyingisi, demak, Ctrl C nusxalash, Ctrl A hammasini belgilash, keyingisi Ctrl X qolib ketgan ekan, uni ham ko'ramiz. Xo'sh, yana bir papka ochib olamiz. Xo'p, misol uchun bizlarda shunday fayllar bo'lsin. Ular новая papka 2 degan papkada joylashgan. Bu tarafda новая papka 1 bor. Новая papkani o'zi. Fayllarni bir papkadan ikkinchisini o'tirishda hammasini belgilab turib, Ctrl C va bu tarafga o'tib, Ctrl V ni bossak, fayllar nusxasi o'tadi. Shu usulda istalgan bir papkaga o'tirishimiz mumkin. Ctrl C, Ctrl V. Unda fayllarni asl nusxasi birinchi papkada qoladi. Ikkinchisida ularni kopiyasi o'tadi. Ya'ni ikkisida ham aynan bir xil fayllar. Bu kopiyalab o'tirish. Undan tashqari biz fayllarni hammasini belgilab turib Ctrl X ni bosishimiz mumkin. Va ikkinchi papkaga o'tib Ctrl V ni bossak, bu fayllarni ko'chirib o'tkazish. Birinchi papkada fayllarni asli qolmadi. Ular ikkinchi faylga ko'chirib o'tkazildi. Shuning uchun ham tezkor tugmalarda Ctrl X kesib olish deb ko'rsatilgan. Belgilab turib, mishka bilan o'tirganimizda ham odatda Ctrl X bo'ladi. Fayllar ko'chib o'tadi. Lekin flashkadan kompyuter o'tkazganimizda belgilab mishka bilan o'tirsak, bu Ctrl X emas, Ctrl C bo'ladi. Nusxasini olib o'tadi. Flashkada fayllar qoladi. Lekin kompyuterni o'zida ichki fayllarni almashtirsak, unda fayllar ko'chirib o'tkaziladi. Farqini shu joyida bilib olishimiz mumkin. Keyingisi Ctrl V bildik, fayllarni joylashtirish. Ctrl Z oxirgi harakatni bekor qilish. Ctrl Y, Ctrl Z ni teskarisi. Ctrl Z bilan nomdirib bekor qilsak, Ctrl Y bilan uni yana joyini qaytaramiz. Ctrl S fayllarni saqlash, bu сохранить. Keyinchalik Word, Excel dasturlarini ishlatamiz. Delete va Shift delete farqini bildik. Birisi korзинаga tushirib o'chiradi, ikkinchisi korзинаga tushirmasdan butunlay o'chiradi. Ctrl F bu ham ko'pincha dasturlarda ishlaydi. Word, Excel, Telegram, brauzerlarda qidiruv tezkor tugmasi. Misol, hozir Wordda turibmiz. Ctrl F ni bossam, bu tarafdan qidiruv oynasi chiqadi. Keyingisi Ctrl B. Bu tezkor tugmani ham ko'pincha matnlar bilan ishlatamiz. Matnlarni belgilab turib, Ctrl B ni bosganimizda jирный ko'rinishi o'tadi. Word dasturida qo'llaymiz. Xo'sh, keyingilari hammasida Win deb yozilgan. Bularning barchasi pusk knopkasi. Pusk tugmasi. Birinchisi pusk va D. Xo'sh, buni ishlatishdan oldin
Ekranimizdan demak bir nechta papkalarga girib olamiz. Birisiga girib, papkaga girganimizda yuqorisida 3 dona tugmasi bo'ladi. Minus belgisi ekranni pastga tushirib qo'yish, ya'ni pastda duradi papkamiz. To'rtburchak belgini bossak ekranni kattalashtirish yoki kichiklashtirish. X tugmasini bossak bundan chiqib ketish. Demak, X ni bossak butunlay chiqib ketadi. Minus bosgan bo'lsak pastga tushib turadi. Xuddi shu minusni bosgan holatda bir nechta papkalarga giramiz. Birisiga girdik, minus, ikkinchisine giramiz, minus, uchinchisi, minus. Endi hozir girgan dasturlarimizni, aynan papka bo'lishlarimiz dasturlarni o'tirib ko'rishlik uchun tezkor tugma Alt va Tab. Altni bosib turib, uyarmagan holatda Tab knopkasini bossak, demak ekranlarimiz almashadi. Tab knopkasi bilan o'tiramiz. Kerakli ekranda Altni uyaradigan bo'lsak, shu ekran qoladi. Ikkinchisi bu Pusk bilan Tab. Pusk Tabni bossak, girgan menyularimizni hammasini ko'rsatadi. Mishka bilan yoki Tab knopkasi bilan tanlab olishimiz mumkin. Xo'p. Davom qildiramiz. Demak, Alt Tab yoki Pusk Tab bilan. Xo'sh, keyingisi yana shu joyda aytib o'tayin. Agar biz fayllarni yoki papkalarni nomlarini o'zgartirmoqchi bo'lsak, buni tezkor tugmasi kerakli papkani tanlab, F2 tugmasini bosamiz. F2. Menda hozir dastur ishlab turganligi uchun F2 boshqa amal bajaradi. Shuning uchun ikkinchi yo'li papkaga bir marta bosib, uni nomini yana bir marta bossak, shu holatda uni o'zgartirib olishimiz mumkin. O'zgartiramiz va Enterni bosamiz, bo'ldi. Demak, F2 yoki tanlab turib pastki qismini bir marta bosish. Yoki yana bir yo'li papkani ustida mishkani o'ng tugmasini bosib, demak menda Windows 11 da ina shu belgi yoki bo'lmasa oxirdan ikkinchi menyu tanlab o'zgartirsa bo'ladi. Xo'sh, keyin tezkor tugmalardan Pusk bilan D ni ko'rajak edik. Xo'sh, undan oldin agar biz ekranni 2, 3 yoki 4 qismga bo'lib ishlamoqchi bo'lsak, dastur bo'ladimi, papka bo'ladimi ixtiyoriy. Misol uchun, bir tarafda Google ga giraman, uni ekranni yarmida qo'yishlik uchun yuqori qismini mishka bilan bosib turgan holatda uni ekranimizni chetki qismiga kelib keyin yuboraman. Bu tarafda istalgan bir papkani tanlayman. Shu usulda ikki qismga bo'lib ishlashimiz mumkin. Agar bir papkani ushlab, uni yuqori burchakka olib borib joylashtiradigan bo'lsak, bu ekranni shu qismga joylashadi. Pastida yana birsini sig'dirish mumkin. Shu usulda ekranni bir nechta qismlari bo'lsa bo'ladi. Buni Windows 11 tizimida yanada osonlashtirilgan ko'rinishi bor. Ushbu belgini ustidan mishkani olib borib qo'yamiz, hech narsaga bosmasdan, keyin ekranni o'zi bizlarga tanlashni ko'rsatadi. Necha qismga bo'lamiz, qaysini joylashtiramiz. Va shundan keyin ekranimiz to'lib ketsa, fayl papkalari рабочий stolga o'tishni tezkor tugmasi bor. Bu Pusk va D. Pusk D ni bossak, hammasini yopib рабочий stolga o'tadi. Yana bir bossak, joyini qaytaradi. Pusk D fayl papkalarini X bosib to'liq chiqib ketmaydi. Hammasini minus bosadi deb tushunsak bo'ladi. Sven o'tadi. Demak, kattalashtirib olamiz. Pusk D рабочий stolga o'tish. Keyingisi Pusk va E. Pusk E. Pusk E ni bossak, mo'y kompyuterni ochadi. Ya'ni papkalarga girishni tezkor yo'li. Keyingisi Pusk va L. Pusk va L ni bossak, kompyuter blokrovka holatiga tushadi. Keyingisi Pusk va P. Pusk P ni bosganimizda bizlarda shuni menyu hosil bo'ladi. Bu bizlara kompyuterga ikkinchi monitor yoki proyektorni ulaganda kerak bo'ladi. Ulangan holatda 4 dona ko'rinishi bor. Agar birinchisini tanlab qo'ysak, asosiy biz ishlab turgan kompyuter ekrani ko'rinadi, ikkinchi monitorda hech narsa ko'rinmaydi. Agar ikkinchisini qo'ysak, bizning ekranimiz bilan ikkinchi ekran aynan bir xil bo'ladi. Ya'ni o'zlarimizda ko'rinib turgan narsani boshqaroq ikkinchi ekranda ko'rsatamiz yoki proyektorda. Uchinchisini qo'ysak, ikkisi ikki xil bo'ladi, ya'ni ikki ekranda ikki xil narsada ishlaymiz va oxirgisida birinchi kompyuter ekrani o'chadi va ikkinchi ekran ishlaydi.
ikkinchi ekran orqali boshqarish kerak. Buni yodda qo'yishimiz kerak. Pusk va P. Keyingisi pusk va R. Pusk R tezkor tugmalarini bossak, выполнить oynasi ochiladi. Bu kompyuterni dasturlari va menyularini tezkor kirish oynasi hisoblanadi. Bu joyda buyruqlar yozilishi kerak. Har bir menyuni, dasturni o'zine yarasha buyruqlari bor. Misol uchun, biz WinVer buyruqini yozadigan bo'lsak, WinVer OKni bosamiz, kompyuterni Windows haqida informatsiya beradi. Demak, bizlarda Windows 11 operatsion sistema Windows 11 Pro. Bu kompyuter Windows'ni bilishning birinchi usuli. Ikkinchi usuli pusk va pauza break tugmasini bosamiz. Pusk va pauza break. Pauza break tugmasi ko'pincha screenshot tugmalari yonida joylashgan bo'ladi. Va notebooklarda pauza break tugmasi bo'lmaydi odatda. Bunday holatda рабочий stolga o'tib, этот kompyuterdan mishkani o'ng tugmasini bosib, svойства menusini o'tishimiz mumkin. Bunda yuqorisida qurilmamiz xarakteristikasi va pastida Windows ko'rsatilgan. Ko'rishimiz mumkin Windows 11 Pro. Demak, sistemaga kirib ko'rsak bo'ladi birinchi yo'li. Ikkinchisi pusk R va WinVer. Windows 11. Windows 11 Pro. Shu usulda kompyuteringizni Windows'ni bilishingiz mumkin. Hop, davom qildiramiz. Keyingisi pusk va X. Pusk va X'ni bosganimizda bizlarda shunday menyu ochiladi. Bu joyda kompyuterda eng kerakli bo'lgan menyular joylashgan. Ulardan birinchisini tanlasangizlar, настройка menyusini ochadi. Bu joydan kompyuterimizda uстановка bo'lgan dasturlarni ko'rishimiz mumkin. Agar kompyuterdan fayllarni, papkalarni o'chirmoqchi bo'lsak, fayl papkani tanlab turib, delete knopkasini bosishimiz mumkin. Yoki mishkani o'ng tugmasini bosib, shundan udaletni tanlasak bo'ladi. Shunda fayl yoki papka o'chadi. Lekin dasturlar unday emas. Dasturlarni ekrandan o'chirganimiz bilan u baribir kompyuter xotirasida qoladi. Baribir ekranda bo'ladi. Fayl dasturlarni to'liq o'chirishning to'g'ri usuli, demak, pusk X ni bosib, birinchisini tanlaymiz. Ochilgan menyudan kerakli dasturni tanlab turib, shuni tugma udaletni bosib o'chirsak bo'ladi. Ana shu dasturlarni o'chirishning to'g'ri to'liq yo'li. Bu birinchi usul. Ikkinchi usuli, klaviaturani rus tilini o'tiramiz. Demak, shu joyida klaviatura tilini o'zgartirishlik uchun bir nechta tezkor tugmalar bor. Birinchisi Alt va Shift. Alt Shiftda o'zgaradi, ko'rib turganingizdek. Ikkinchisi pusk va probel. Puskni bosib turib, probel tugmasini bossak almashadi. Klaviaturani rus tilini o'tiramiz. Puskni bir marta bosib, shu joyda yozamiz. Rus tilida panel управления. Bosh harflarni yozganimiz bilan davomi chiqadi o'zi. Panel управлениyaga kiramiz. U joydan programming tanlaymiz. Uning ichidan programming komponenti ko'rib turganimizdek, xuddi shu joydan kompyuterimizda o'rnatilgan dasturlarni topishimiz mumkin. Bu joydan kerakli dasturni tanlab, enterni bossangiz, dasturni o'chirish oynasi ochiladi. Demak, pusk X va birinchisi yoki klaviaturani Alt Shift rus tilini o'tkazib, puskdan panel управления menyusi orqali o'chirsa bo'ladi. Kirib, to'g'ri shuni tanlasak ham bo'ladi. Bu demak, dasturlarni o'chirishlik uchun pusk X da yana boshqa menyular joylashgan, ular bilan o'zlaringiz tanishib chiqishingiz mumkin. Keyingisi pusk va tab. Buni ko'rib o'tdik. Pusk tabni bosganimizda barcha kirilgan oynalarni ko'rsatadi. Keyingisi pusk probel. Hozirgina aytib o'tdim. Puskni bosib turib probelni bossak, bu klaviatura tilini o'zgartiradi. Keyingisi pusk va strelka. Xo'sh, buni bajarib ko'ramiz. Ekranda istalgan bir papkani ochamiz. Papkaga kirib turgan holatda puskni bosib turib, o'ngga, chapga tugmalarni bosadigan bo'lsak, aynan shu ekranni boshqaradi. Uni kattalashtirish, kichiklashtirish yoki ekranni biror bir qismini o'tkazish. Bularni pusk va strelkalar orqali bajarib turibman. Keyingisi pusk pauza break. Yana aytib o'tganimdek, tizim xususiyatlari oynasini ochadi.
Notebooklarda bu pauza break tugmasi bo'lmaganligi uchun uni etet kompyuterdan topib kirishimiz mumkin. Keyingisi pusk va plus. Pusk va plus tugmalari bosilsa bu ekranni yaqinlashtirish. Pusk plus uzoqlashtirish, pusk minus. Misol uchun proyektorda nimanidir ko'rsatib turganimizda pusk plus bosib yaqinlashtirib aniqroq ko'rsatsak bo'ladi. Keyingisi alt va tab. Alt tabni aytib o'tdik. Bu girilgan oynalarni almashtirish, o'tkazish. Keyingisi Ctrl Shift N. Robotchi stolda Ctrl Shift N tugmalarini bossak bu yangi papka ochish. Nova papka. Papkani o'zina kirib turib, bu joydan yana ishlatsak bo'laveradi. Ctrl Shift N Enter, Ctrl Shift N Enter. Xo'sh, keyingisi Alt va F4. Bu kompyuterni o'chirish tugmasi. Robotchi stola o'tib, Alt F4 tugmalarini bossak, kompyuterni o'chirish oynasi ochiladi. OKni bosib olsak, kompyuterimiz o'chib qoladi. O'chirishdan tashqari special rejimga tushirish mumkin, перезагрузка etish mumkin yoki foydalanuvchidan chiqish yoki almashtirish mumkin. Kompyuterni o'chirishdan oldin aynan Alt F4 bilan o'chirish tavsiya qilinadi. O'chirish tugmasi bosmasdan shuni menyudan o'chirish lozim. Bu kompyuterimiz xavfsizligi uchun kerak bo'ladi. Siz tugmani bosib o'chirsangiz, kompyuter ishlab turgan holatda o'chib qoladi. Alt F4 orqali o'chiradigan bo'lsak, unda kompyuter dasturlarni kerakli bo'lgan hamma narsani to'xtatib, keyin kompyuterni o'chiradi. Alt F4 xavfsizroq usul hisoblanadi. Xo'sh, keyingisi screenshot tugmasi. Demak, kompyuterimizda print screen yoki PRTS degan tugma bor, bu screenshot. U tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, ekranimizni screenshot qilib olinadi. Odatda screenshot tugmani bosganda ekranda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Screenshot olingani bilinmaydi. Screenshot olinganini bilishligi uchun uni pusk va screenshotni bossak bo'ladi. Pusk va screenshot. Bunda pusk screenshotni bosganimizda to'liq ekran screenshot qilib olinadi va u сохранить bo'ladi. Screenshotni o'zi bosilganda u сохранить bo'lmaydi. Keyin yana bir tugmasi bor, pusk shift S. Pusk shift S tugmalarini bossak, ekranimiz biroz qorayadi, stilka paydo bo'ladi. Mishka bilan belgilab turib, aynan shu belgilangan qismni screenshotini oladi. Uni ko'rishlik uchun pusk va V ni bosish mumkin. Pusk V. Pusk V buffer obmeni bu joyda kompyuterimizda biz nusxalab olingan yozuvlar, nusxalangan rasmlar yoki olingan screenshotlar joylashadi. Bu kompyuterni vaqtinchalik xotirasi hisoblanadi. Kompyuter bir o'ch panelida saqlanadi. Kopiyalangan narsalar. Olingan screenshotlarni saqlanib bo'ladigan joyi etet kompyuterda, etet kompyuterga o'tamiz. Demak, изображение papkasining ichida slimki ekranida joylashgan. Screenshotlar aynan shuning ichida joylashadi. Screenshot saqlanib bo'lishligi uchun uni pusk bilan bosish lozim. Screenshotni o'zini bossak, u saqlanib bo'lmaydi, lekin ishlaydi. Word yoki Telegramga kirib Ctrl V ni bossangiz, olingan screenshotni joylashtiradi. Xo'sh, keyingisi pusk bilan nuqta yoki nuqtali virgul. Uni bosganimizda kompyuterimizda emojilar oynasi ochiladi. Xuddi telefondagina o'xshash smayliklar, emojilar. Buni istalgan yozuv yozadigan joyda ishlatsa bo'laveradi. Keyingisi Ctrl Shift Escape. Buni oldingi darslarda ko'rganmiz, Task Manager. Bu menyuga kirganimizda bizda birinchi bo'lib, hozirda ishlab turgan faol dasturlarni ko'rsatadi. Qaysidir dastur kompyuterni qotirib turgan bo'lsa, shuni ustidan mishkani o'ng tugmasini bosib, снять menyusini tanlash mumkin. Dasturni o'chirib qo'yadi. Undan keyingisida kompyuterimizda xarakteristikasi joylashgan, buni o'tgan darslarimizda aytib o'tganmiz. Xo'sh, unchalik shart emas. Keyingisi pusk bilan A ni bossak, kompyuterimizdan Action Center'ni ochadi. Kompyuterni Bluetooth, Wi-Fi, undan tashqari pastda yarksti va gronkistlari joylashgan. Keyingisi pusk I. Pusk I ni bosganimizda kompyuter nastroykalarına giradi.
Keyingisi F1. F1 dasturlarda ishlaydi. F1 bosilganda kompyuterni a, shu aynan dasturdagi ma'lumotnomani ochadi. F2, F2 ni aytib o'tdik dars boshida. Biror bir papkani yoki faylni tanlab turib F2 bosilsa, shu fayl papkani nomini o'zgartiradi. Belgilaydi. O'chirib turib boshqa bir nom yozish mumkin. Bu oxirgisi F5. F5 tugmasi bu обновить. Misol uchun рабочий stolda F5 bossangiz, F5 yoki bo'lmasa brauzerda F5 bossangiz, joriy oynani bir marta yangilab обновить qilib beradi. Xo'sh, bo'ldi. Hozircha bizlar shu tezkor tugmalar yetarli hisoblanadi. Bu faylni Telegram guruhdan topishingiz mumkin. Aynan shu birinchi sahifada joylashgan tezkor tugmalarni barchasini yodlab, ularni amaliy qo'llash tavsiya qilinadi. Bu bizlarda kundalik kompyuterdan foydalanishda eng zaruriy tezkor tugmalar hisoblanadi.